Nechi pul aka? Biz Kosonsoy tumani So'rma PSda joylashgan Ahmadaliyev Azimjon aka xonadonlariga kelganmiz. Ushbu xonadonga Agrobank ATB Kosonsoy tumani filiali tomonidan aholi daromadlarini oshirish uchun 31 million so'mlik mahalla loyihasidan kredit evaziga chorva mol sotib olib, chorvachilik yo'nalishi bo'yicha loyiha paketi kiritilgan. Ushbu xonadon chorvachilik faoliyati bilan shug'ullanadi hamda aholini daromadli mehnat bilan band qilingan. Shu orqali 2 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlangan. Oyiga 45 million daromad olib, hozirda yiliga 160 million daromadga chiqilgan. Öyle mi?